Minecraft, lekin biz har bir daraja oshganida Minecraftda bo'lmagan tasodifiy moblarga aylanib boramiz. Biz bugun shu darajada moblarga aylanamizki, u sizni aniq hayratga soladi. Obunachilar, shu joyga sizlardan bitta narsani iltimos qilardim. Hozirda bizning kanalda 130 dan ko'proq obunachilar bor. Kelinglar, mana shu obunachilarimizning soni shu videoni orqasidan 2000 tadan oshiramiz. Buning uchun sizlar atigi kanalga birdan obuna bo'lib, videomizga like bosib, kommentariyada esa Minecraft legenda deb yozib qoldirishni unutmaymiz. Do'stlar, xullas biz boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Avvalambor sizlar bilan Zaykboy hamda mening har doimgidek legendarniy sherigim Pixchon salomlashib qo'y obunachilar bilan. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Pixchon va biz YouTube'ga qaytdik. Da bolalar, aytib o'tgandek, biz YouTube'ga qaytganimiz sharafiga sizlar Minecraft auditoriya kommentariyaga Minecraft legenda deb va Minecraft sizlarga yoqsa albatta obuna bo'linglar. Shu orqali isbotlashinglar mumkin. Pixchon tosh. Xo'p, crafting table tayyor ekanmizga. Xo'sh, mana bu yerga birinchi darajada qanaqangi mobga aylanar ekanman, shu qiziq edi. Xo'p, Pix, tosh ber menga. Tosh olay. Mayli, xo'p. Yaxshi do'stlar, biz 6 ta uje tosh oldik. Endi bundan o'zimizga aslaha yasamaymiz. Birinchi navbatda bitta kirka, ikkinchi navbatda boshlanishiga bizga tapor kerak bo'ladi va chotki. Xo'p, birinchi darajaga tayyormisiz Pixchon? Mana bu moblarni o'ldiramiz. O'ldirtirman, tosh olib turaman. Ma'qul. Do'stlar, opit qayerga tushdi buni? Juda kam opit berdi shekilli. Ana yerda ham cho'chqalar bor ekan. Bu yoqqa good. Pix crafting table olib kelasan, senga ishonaman. Bo'ldi, davay. U birinchi daraja hali ham bo'lmadik. Voy, obunachilar, qanaqangi ahmoqlik. Cho'chqa go'shtini yemaymiz do'stlar. Sizlar albatta No, it's haram, bro. It's haram. O mana yerda asalariga o'xshagan bitta narsa. Chivin bor ekan, chivin akalar. Chivin. To'xtay. O birinchi daraja bo'ldik biz. Do'stlar, birinchi daraja qanaqa mobga aylanibmiz? Va bizani birinchi yo bro. Anoku biz Zaykboy namayam kaltak kiysa sidra yuruvchilar eng kuchlisi, zaharli. Короче, nom ismidan chiqdi. Chivinmisan? Yo, mayon Pixchon chivin akalar. Cho'mas ekanman. Suvga tushsa bo'larmikan bu bilan? Toshbaqa. Zaykboy bizni zaharlab yomon o'ldiradi bu. Ehtiyot bo'ling, meni urormay zaharlanaman. Bu suvda tagiga yurishga mo'ljallanmagan ekan bolalar. To'xta, crafting table domaydir. Bizga non kerak-ku. Obunachilar, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, sababi biz 10-darajada qanaqangi mobga aylanishimizni hozirchalik bilmaymiz, lekin juda qiziq ketyapti. Zaykboy, mana ovqatni o'rtasiga tashlab, shuni ham oling. Men o'zga yana yig'ib kelaman, siz qishloqni o'zingiz aylanib chiqib turing, men ovqat masalasini hal qilaman. Tushunarli. Galemda makillatsang yaxshi bo'lardi, lekin duo qilib qo'yardim. Galemni siz o'ldiring, chunki sizning kuchingiz ko'proq zarar beradi. Bo'ldi. Mana yerda mob bor ekan, shuni o'ldiring. Daraja muhim-ku o'zaga, to'g'rimi? Yana bitta mob o'ldirsak, menimcha ikkinchi daraja bo'lamiz. Va do'stlar, biz ikkinchi darajamiz qanaqangi mobga aylangan ekanman. Pixchon, qanaqa mobga aylanding sen? Avval Pixchonnikini ko'raylik. To'g'ri, bilma balo, qurvaqqa ekan qandaydir. Qanikisan o'zi? Meni galem qo'ymayapti. Yo, urib ketdi galem. Meni qaranglar, bu qanaqa mob? Ko'zi bittami? Yo bro, buni qaranglar. Ko'zi bitta mob. Kichkina anu tovuq sifat. Juda. Meni kelinchi oldimga, men galem o'ldiraman. Galemni o'ldirsan, hozir topib boraman seni yoningga. Do'stlar, 3-darajada ko'ramiz nima bo'lar ekan. Ko'rdim. To'xtay, qani men ko'rib beraman. Yo, bu begimotmi bu? Akalar, Pix begimot. Yo, bu qurvaqqa. Bo'ldi, tushunarli, yaxshi. Mana bu yerda ham. Yo, bu nima? Mana hayvon bu. Mana bu hayronmi? Temir roli. Nechta temir? İşte kirkesi olishingizga, keyin menga daraxtdan, mana crafting table. Pix, deyarli biz 3-daraja bo'lishimiz mumkin, hozir his qilyapsanmi shuni? Da. Xo'p, mayli, bitta kirka yasaylik, 3 ta tosh ham olay. Mana Zaykboy, qarang, sizga shit tashlab qo'ydim. Rahmat, kattakon kuchli odam Pixchon. Omay joyga. Crafting table bo'lsa mana. Bo'ldi, qo'y. Xo'p, do'stlar, kelinglar, Pixchon temirdan o'zimizga bitta kirkani foydasi tegmayapti. Pix qilich yasasamchi? Yo, almas olib qolishimiz mumkin-da, joy uchun.
mayli Pix aytgani bo'lsin mayli do'stlar. Xo'p, keyin bitta qilich yasagim keldi. Obunachilar bizlar nimagadir qilich yasamasam bo'lmaydi. Qalqonim bor. Lekin ko'rinmasa kerak. Mayli, chalg'imaymiz. 3-daraja bo'lishimiz kerak. Pixchon bu yerda resurslar bilan Qancha ovqatingiz bu? Ovqat bering. Ovqat muammo emas. Xo'p, biza 3-darajamiz va voy, miyamda majlis. Buni qara, qurib boshi bor bitta hayvon. Hayvon emas bu, kalla suyagi bu. Bosh shunaqa ham mob bo'ladimi? Voy jo'gi. Mana bu nima balo? Bu qandaydir kichkina hayvonchami? Bilmadim. Yo'q do'stlar, Pixchonni chiroyliligini qaranglar, yeb qo'ygisi keladi odamni. Ha. Qoch. Bu qandaydir sakrash kuchiga ega ekan. Mana qarang, mana qarang. Kravat olaylik, qishloqdan bitta Pixchon shu bilan uxlab olamiz. Qarang. Bu yomon ekan bo'la, haqiqatan ham Pixda mob. Nima chayir chekanda, chayir bo'lar ekanda, bu chayir. Ikkita kravat kerak, Pix keyin biz daraja uchun harakat qilsak bo'ladi, sababi o'zi uxlashimiz mumkin o'zi. Do'stlar 4-darajada nima berar ekan bu yoqqa? 4-daraja bo'ldim Pixchon. Yo! Xo'p. Buni qaranglar, basharasini, bu sichqonmi bu, akalar? Qara. Anu zaif. Yo'q, yurishini qarang. Vardinga o'xshar ekan. Mayli, uxlaylik Pixchon, jonim juda kam, meni urma yana. Men uxladim Pixchon, sen ham uxla. Do'stlar, men Pix qaranglar, Vardinga o'xshagan ovozlar chiqaryapti, odamni qo'rqitib. Do'stlar, ko'ramiz keyingi darajalarda biz qanaqangi moblarga aylanishimiz mumkin, buni vaqt ko'rsatadi. Ovozdan odam qo'rqadi. Muammo yo'q. Biza 10-darajada bizani. Biza 5-darajamiz va mana buni mob desa bo'ladi. Qanaqandir yalmog'iz. Tot. Ko'zini qara buni. Yo'q, Joni ham aka, ro'rmi, joni bitdi. Pix ehtiyot bu. Bu nima xususiyati bor ekan? Hech qanday bir gadoydan farqi yo'q. Bo'lmasa Pix biz tezroq keyingi darajani quvalamasak bo'lmaydi shekilli. Yo'q, sassiq quzam. Yo'q, bu animku. Noy, kelchi. Daraja berar ekan bu. Daraja berar ekan akalar. Chivinni qarang. Voy, yurishini qaraydi. Zaif qanday yalmog'izga o'xshab yuriyapti. Duman berdi. Mayli, darajani 6 qilaylikchi. Qanaqa mobga aylanar ekan? Sani ham joning ko'payadi. Va 6-daraja meni keyingi mobim. Pix qayerdandir zombi kelyapti, qochishimiz kerak. Men qanaqadir nima narsa bu? Voy, tavba, har doim shunaqa loh mob. Pix qanaqa mob bu? Burgutmi? Burgut 3 olar ekanman. Voy, meni qarang, hech ucha oladigan mobga tushmayapman men. Pix mayli, darajamizni ko'taraylik. Mana uchadigan mobga tushayin, yordamlash bor. Bir uchaycha, mana bu yerlarda bor ekan, zaif. Suvni tagidagi moblarni o'ldirsak qanday daraja beradi, to'g'rimi Pix? Ketdik. Osmondan burgutga o'xshab uchib tushib, manaqasiga uraman. Hoppa! Nice. Siz ko'rmay qoldim. Zo'r darajasi bo'lar ekan, bo'ldi. Suvdaman men. Qaysi suvda? Okean yonidaman. Oldimga paydo bo'l, xo'sh. Mana bu yerda ham bor ekan lichinkalar. Do'stlar, lichinkalardan zo'r daraja beradi. Qanaqadir krokodil bor ekan. Jonim kam. Jonim ketdi. Kimdir uryapti meni akalar. Qani siz? Va nihoyat 7-daraja bo'ldik. Voy, keyingi mob bu ayiqmi? Ayiqsimon baliq. To'te. Yarim. Gorilla. Pixam yomon akalar, ko'ryapsizlarmi? Pixam bitta tosh ber, Pixchon bitta tosh beror. Tashladim. Bu вообще semiz bo'lar ekanda, vallahi. Mayli, xullas mana. Semizda, bu semiz. Pix, ketdik okeanga bir qayiq qidiramizmi, nima deding? Davay. Zaykman, men qo'limda ishlagan narsa ko'rinar ekan, qara. Xullas bolalar, nima qilamiz? Men buni bu yoqqa qo'yib qo'ygan holatda biz o'zimizga bitta qayiq yasaymiz. Pixchon seni ko'tara olmaydi-da bu. Qara Zaykman, qo'limda nima ishlabdi? Non. Ketdik Pixga. Siz o'zingiz ham kerak menimcha.
Men To'xtang, meni pul yo'q. Meni pul yo'qda siz tushaysiz, o'zingiz baliqsiz-ku, siz qoching. baliq emasman men. Baliq siz olasiz. O'tiringchi. Yo! Yo, xazinaga qarab haydachi. Davay. A few moments later. Va do'stlar 8-darajada yo'lbarsga aylanib oldik. Buni qaranglar, yo'q. Kenguru. Bolasini qorinda ko'tarib yuradi-ku, kengurular bilasizmi? Shunday. Qarab ko'ringchi bironma bormi? Yo, bolasi yo'q ekan. Faqat erkak variant. Yo, menga tashlanar ekan bu, mana bu. Mana kichkina, ana kuchuk. Yo'lbarsga sakrayaptimiz aytku. Shuni his qilishmayapti shekilli mana bular, ha, Bekjon? Shuda yo'lbarsga kuchini his qilyapti, o'rmonning qiroli. O, mana bu yerda yana bittasi bor ekan. Men O 8. O, ana yerda nimadirlar bor. Yotibdi. Ha, nima bor ekan? U daraja berar ekan, muhimi shu. Manimki bu. Nomi ham Tulenmi? Shunaqa deydi. Va darajamiz 9 bo'ldi, Bekjon. Yangi mobga aylandik biz. Menimcha tulkimi bu? Men kutgan. To'xtang. Asta turing. Realniy hayotdagi o'zingiz bilan mana shu cheburni masalan, chebur sizda hayotda ham. Bor endi. Cheburku. Da vallahi yomon moblarni berdi menga. Chivinni o'ldiraman alamimdan. Chivinmasdi, pashchi. U ana yerda yana tulemi nimadir bor ekan. Magaz deydi, Zaykboy bizda magaz. Baliq ko'ryapman akalar, shu baliqni o'ldiramiz borib bizaga. Yo'qmi Zaykboy? Nima yo'q? Tak, yurorinchi kuni. O, ana. Kitni katta daraja berish kerak. Va 10-daraja bo'ldik. Xo'p, ko'raylikchi, qanaqa mobga aylanibmiz akalar. Tashqari chiqib ko'ramiz. Va 10-darajada men yo'q, buni qanaqa mob, Bekjon? Zaykboy qarang, mana real hayotda bitta fakt bor-da, Zaykboy. Fil sakray olmaydi, bitta fil, hamma hayvonlardan. Aha. Mana. Qara, sen o'zingni mendan baland deb o'ylama, tushunyapsanmi? His qilaver, tamom. Ye akalar, kristal qildi fix. Do'stlar, 10-darajaga qanaqa hayvonni katta ko'raylik. To'xtang, atmosferani ko'raylik. Xorpishtak bu nima bu? Xorpishak emas. Xullas do'stlar, videomizdan shu joygacha ko'rganlar kattakon rahmat. Sizlar bilan Zaykboy hamda Bekjon bo'ldi. Bekjon obunachilar bilan salomlashib qo'y. Xayrlashib qo'y. Bo'ladi-ku. Bekiston miyasi joyida ekan akalar. Bekiston miyasi joyida ekan, hali qaranglar. Obunachilar, sizlar bilan Bekjon bo'ldi. YouTube'ga qaytdik. Endi bir 2-3 ga obunachi bitta videodan yig'sak, biz uchun xursand bo'lardik. Da, xullas ko'rishdik. Rahmat, eshak.